Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Dilsh Shomurodov YouTube kanali. Jigarlar, bugungi videoda biz sizlar bilan kommentariyada hamma so'rab tashagan Gianluigi Donnarummani full qilamiz. Bilasizlar, Donnarumma 2025-yilda juda ajoyib seyflar ko'rsatdi. Paris Saint-Germain safida treblni qo'lga kiritdi. Keyinchalik esa Manchester Cityga transfer qilindi. Bugun biz sizlar bilan shu yulduzni full qilishga harakat qilib ko'ramiz. Qani ko'ramiz, ajoyib chiqarmikin? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta videorolikimizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, Telegram va Instagram kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Aytgancha, Wizard Dilsh kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying, chunki Dilsh haqidagi yangiliklarni mendan ham birinchi bo'lib chiqarar ekan. Barcha kanallar silkasi videomiz opissiyasida va kommentariyada bo'ladi. Qani unda videomizni boshladik do'stlar. Birinchi bo'lib biz Donnarummani sotib olamiz 2080 tangaga. Aytgancha, bu obunachimizning akkaunti tanga va olmos xizmatini yig'ib beryapmiz. Mana ajoyib ko'rinishlarda, ajoyib grafikalarda Dilsh 26 ta uncha o'zgarmagan. Hozir ideal holatda turibdi, 85 holatida. Dilshdagi darvozabonlar eng ko'pi 85 ta bo'lgan. Mana skrinshotlarni oldik. Endi esa bu yerdan skautlar ochib darvozabonlarni tushirishga harakat qilamiz. Yaxshi, birinchi urinishda darvozabon tushdi. Arzon o'yinchini ham olib qo'yamiz, chunki kerak bo'ladi o'yinchilarni full qilishda. Yana bitta skaut ochamiz. Bunisida darvozabon tushmadi, mayli. Olmoslarimiz bor-ku. Olmoslardan ishlatib turamiz vaqtinchalik. Boyagi futbolchilarni, keraksiz futbolchilarni sotib yuboramiz avval. Mana o'yinchilar juda ko'p akkauntda. Klassik playerni ham olib berganmiz. Sizga ham tanga va olmos xizmati kerak bo'lsa, bemalol Telegramdan murojaat qilishlaringiz mumkin. Endi esa Donnarummani full qilishni boshlaymiz. Kuchaytirgichlarimiz ancha-muncha bor, yetmay qolsa olmoslarimiz ham bor. Birinchi kuchaytirgich bergandan 86 ga chiqdi. Yana kuchaytirgichlarni berishda davom ettiramiz. Ikkinchisida esa 1x Strokes berilmoqda. GKR ga berildi. GKR 85, GKH 82 bo'lib turibdi. Common kuchaytirgichlarni avval berib olamiz va keyin Rare va legendarnilarga o'tamiz. Yana bitta common kuchaytirgichimizdan beramiz. Hozircha GKH ga berilmoqda 84 va Gianluigi Donnarummaning ko'rsatkichi 87 da qolmoqda. Yana bitta beramiz. Yana GKH ga tushmoqda va 88 holatiga yetib keldi Gianluigi. Yana bitta beramiz. Common kuchaytirgichdan yana GKH ga tushmoqda. Ajoyib lahzalar. Yana GKH ga tushdi. Yana bitta common kuchaytirgich beramiz va yana GKH ga tushyapti jigarlar. 89 ga chiqib oldi. Yaxshi. Goalkeepingda yana bitta common. Va nihoyat GKR ga ham tushdi. GKR 86, GKH 87 bo'ldi. Ajoyib kuchaymoqda hozircha GKH 88. Donnarumma o'zi 89 bo'lib turibdi. Hozir common kuchaytirgichimizni oxirgisini ishlatdik. Common kuchaytirgich degani anavi birinchida turgan kuchaytirgich, eng kichik kuchaytirgich, kam kuchayadigan. Mana ko'k kuchaytirgichni ham berdik, Rare kuchaytirgichni va birdaniga 90 bo'lib ketdi. Endi esa legendarniy goalkeeping kuchaytirgichni beramiz. 90 darajadan necha darajaga chiqar ekan? Ko'ramiz. Voy, 93? Yo'q-e, GKR ham GKH ham 91 dan bo'ldi. O'zini darajasi esa 93 bo'ldi. Yana bitta oddiydan beryapmiz. GKR 92 bo'ldi, darajasi 91 bo'ldi. 94-da. Ha, to'g'ri 94 ekan. GKH ham 92. Gianluigi juda ajoyib tarzda full bo'lyapti o'rtoqlar. Akkauntni olmoslarni ham ishlatib tashlayapmiz ayamasdan. GKR 93, GKH 92 bo'ldi. Gianluigining o'zi esa 95 bo'ldi va full bo'ldi. Juda ajoyib holatda full bo'ldi jigarlar.
GKR 94, GKH 92 bu ajoyib ko'rsatkich. 95 Allisondan ham chiqishi qiyin bu ko'rsatkichimiz. Mana Allistonni o'rniga qo'ydik. Endi bu chiroyli holatda turdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Tezlik 59, accommodation 55, GKR 94, GKH 92 va juda ajoyib holat. Endi bu yoqqa kirib rasmlar olamiz preview yasash uchun. Yana rasmlarni ham oldik. Akkaunt просто udar akkaunt bu. Bunda hozirning o'zida Rafinha ham, Alvarez ham bor bu akkauntda. Qiziquvchilar bo'lsa, akkaunt sotiladi 500 ming so'mga. Qimmat-u, nega bunchalik qimmat deb o'tirmanglar. Bu akkaunt videoga chiqqani uchun, shuning uchun juda qimmat bo'ladi. Va nihoyat videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar esa kanalimga obuna bo'lib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldiringlar yoki o'zingizni fikringizni bildirib qoldiring. Keyingi videoda qaysi darvozabonni full qilib video chiqaraylik, shularni ham yozib qoldiring, chunki men shu aytilgan darvozabonni full qilib video chiqarishga harakat qilaman. Albatta, o'tgan safar Donnarummani yozgan ekansizlar, mana Donnarummani ham full qilib video chiqardik. Kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, blogerlardan shart olib, yana Xudo xohlasa 10 mingta, 100 mingta, 1 millionta bo'lib yurish ham nasib qiladi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishingiz juda zarur. Hamda bugungi reklamalar Wizard tilisi, Zenos dizaynerlarga obuna bo'lib qo'yishlaringiz shart va lozim. Nimaga shart, nimaga lozimligini bilishni istasangizlar, kommentariyada plus qoldiring. Wizard tilisi bilasizlar, tilis yangiliklarni yoritib boradi o'zini Telegram kanalida. Sezon paski aksiyalar ham qilib turadi. Ora-orada har yil bir marta, har 2 yilda bir marta qilib turadi. Shuning uchun unga ham obuna bo'lib qo'yinglar, afsuslanmaysizlar. Zenos dizayner esa mening kanalimning dizaynlarini, previewlarini tayyorlab beradi. Chiroyli qilib sizga ham yasab berishi mumkin. Narxi, bitta preview narxi atiga 30 ming so'm. Barcha silkalar kommentariyada va videomiz opisaniyasida bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.